Assalomu alaykum hammaga, hamma yurtdoshlarga, O'zbekiston xalqimga, bizani mamlakatimizda shunaqa chiroyli, shunaqa go'zal joylar borligidan xursandman. Shu joylarga keldim mana dam olgani. Bu Zarkent sanatoriyasi. Zarkent sanatoriyasiga kelgan odam juda ham ruhan ham dam oladi. Hamma davolash muolajalari orqali ham dam oladi. Bu yerga hamma personalni, ishlovchi ishchilarni shirin so'zlari, muomalalari, bu yerga hamma qilinayotgan muolajalarni hammasi insonni qadri uchun, inson uchun juda chiroyli sharoitlar yaratib qo'yilgan. Shu sharoitlardan foydalanib, hamma kelib shu yerlarda dam olishini xohlayman. Hammaga tilayman shunaqa joylarda dam olishi. Juda ham tabiati go'zal, juda ham chiroyli joylar ekan. Nafas olsangiz havolari undan-da yaxshi. Hammaga shu joylarga kelib dam olishini tilayman. Sog' salomat bo'linglar, O'zbekiston xalqim.